jamiyatimizdagi tinchlik va osoyishtalik belgisidir. Ammo hozirgi kunga kelib boshqa turli mamlakatlarda mazkur kurashlar avj olib bormoqda va bu kurashlar oqibatida turli xil janglar va bu janglar oqibatida insonlar aziyat chekayotganligini ko'rib turibmiz. Tinchlikka rag'bat oluvchi janglarga sabab bo'layotgan oqimlarning aldovlarga ishonib yolg'onlarga uchib borayotgani orasida yoshlarimiz ham juda ko'p va men bu yoshlarni ma'qul ko'rsataman. Ma'qul so'zi ilk marta biz adabiyot Chingiz Aytmatovning asrga kulgu naslida Naymon qissasiga kelgan. Hozir sizlarning e'tiboringizga Naymon qissasini namoyish etamiz. Assalomu alaykum Naymon ona. Va alaykum assalom. Kel qizim, nimalar qilyapsan? Ovora bo'lsanda, Jo'ramon o'zi qayerlarda ekan? Jo'ramonjon bolam. Abba ona. Qayerdasan? Kel, ishlaringni qo'y, ovqatlanib olgin. Rani qiziq shundan shunga ovora bo'lib ovqat qilib kelibdi. Onajon, hidini qarang buni. Issiqqina yeb olgin, osh bo'lsin. Shu qanday qilgan ovqat bilan masala. Yegan ovqatning ta'mi odamning og'zida qoladi. Rani qizimning qo'llari ishtiran qilgan ovqatlarini aytmaysanmi? Onajon, qarang. Qarang, onajon, oy chiqibdi. Yangi oy chiqibdi, onajon. Ha, bolam, yangi oy chiqibdi. Yangi oy chiqqanda niyat qilish kerak. Qani o'tirchi bolam, bir duo qilaylik. Ilohim, oy chiqibdi, aynan omonlik. Hech ko'rmaylik yomonlik. Yana shu yangi oyga eson omon etaylik. Amin. Allohu akbar. Onajon, bilasizmi? Men oy bilan gaplashaman. U ham men bilan gaplashadi. Lekin biz bir-birimizni eshitmaymiz. Qarang, onajon, bu yerda kimdir o'tiribdi? Oy chiqibdi aylanib, bulutlarga boylanib. Onam Allah aytganda dam olaman zavqlanib. Oy chiqibdi aylanib, bulutlarga boylanib. Onam Allah aytganda dam olaman zavqlanib. Shirin tushlar qo'yib asta orom oling alla yuzlaringga tomgan suvga hayron bo'lma alla baxtimga sen omon bo'lgin xazon bo'lma boshiga terabat bo'lib tegishi ularni manqurga aylantirishar edi. Buyurun.
Suv bering. Qara olchi marhamat. Suv. Boshim. Suv bering. Suv. Mana senga suv. Mana suv. Mana. Boshim. Yordam beringlar. Boshim. Boshim. Suv beringlar. Boshim. Uyga boringlar. Uyga boring. O'zbekistonning birida Naymanlarning yurtiga karvonlar kelib qolgan savdogarlar joy ichib gurunglashib o'tirarkan o'zlari ko'rib shohida bo'lgan bir voqeani gapirib berishdi. Aytishlaricha Sarozak dashtan Junjiylar tomonidagi quduqlardan bamoyli xotir o'tib borayotganlarida yo'lda katta konteyner podasini o'tlatib yurgan bir nafar cho'pon ko'zlar tushib qoldilar. Savdogarlar u bilan gaplashmoqchi bo'lib og'zlarini ochganda u manqurt ekanligini payqab qoldi. Naymanlar xuddi o'sha manqurtni izlayotgan edi. Jo'ramonjon, bolam, qayerlardasan? Jo'ramonjon, o'g'ilginam, qayerlardasan? Jo'ramonjon, bolam, o'tirmoqda.
Sen Osmon yanida dastasini manqurtsan. Buni nima uchun kelganini bilasanmi? Bu sening boshingdagi teleqalpoq sidirib olib, boshingni qaynoq suvga solgani keldi. Ha, sen qo'rqmagin. Mana bu ishlar. Qaytib kelsa o'ldirsan. Mana mo'ljalga olchi. Ha. Qo'lida ancha hozir safar qolibdi-ku, ha? Junjanglar obrazida Abdullayev Izzatullo Rajabov Og'abek, Tursunmurodov Alpomish, muallif Rajab G'alola.